Assalomu alaykum aziz muxlis. Fransiya Rossiyaga jiddiy ayblov qo'ydi. Rossiya Qora va Boltiq dengizlari ustidagi xalqaro suvlarda patrul qilayotgan fransuz harbiy samolyotlarini nishonga olganini aybladi. Ma'lum qilinishicha, Parij bu harakatlarni Moskvaning tajovuzkorligi sifatida baholab, NATO bilan munosabatlarning keskinlashuvi fonida bunday hodisalar tobora ko'payib borayotgani va tahdid solayotganini ta'kidlab o'tdi. Fransiya mudofaa vaziri Sebastyan Lekornu birinchilardan bo'lib bu muammoni tilga olgan va Qora dengiz mintaqasida Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari fransuz samolyotini nishonga olganini aniq holatga ishora qilgan. Fransiya qurolli kuchlari vakili polkovnik Jan-Pyer aniqlik kiritishicha, gap 2024-yil noyabr oyi o'rtalarida sodir bo'lgan voqea haqida ketmoqda. O'shanda Qora dengizning xalqaro suvlarida bo'lgan uzoq masofali radiokolotsin aniqlash samolyoti Rossiya tomonidan radioaloqa orqali to'g'ridan-to'g'ri tahdidga uchragan. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralar chog'ida rossiyaliklar o'zlarini o'ta dushmanona tutishgan va mintaqadagi fransuz uchuvlari uchun misli ko'rilmagan holat bo'lgan.